Bugungi misolimiz. Agar mana shu tenglik o'rinli bo'ladigan bo'lsa, mana bu ifodaning qiymatini topishimiz kerak. Buning uchun biz ikkala tomonga umumiy makhraj berib yuboramiz. Umumiy makhraj ikkala tomonga ham A, B, C bo'ladi. Bunga A tadan, bunga B tadan, bunga C tadan. Bir taqsim A ga esa B ko'paytirilgan C, bir taqsim B ga A ko'paytirilgan C, bir taqsim C ga esa A ko'paytirilgan B. Ikkala tomon makhraj bir xil bo'lganligi uchun tashlab yuboramiz va hosil bo'lgan ifodalarni yozib chiqamiz. A kvadrat B kvadrat plus C kvadrat teng AB AC и BC. Ikkala tomonga 2 ni ko'paytirib yuboramiz va qavsni ochib chap tomonga o'tkazamiz. 2 A kvadrat plus 2 B kvadrat plus 2 C kvadrat minus 2AB minus 2AC minus 2BC. E'tibor bering. A kvadrat minus 2AB plus B kvadrat. A kvadrat minus 2AC plus C kvadrat. B kvadrat minus 2BC plus C kvadrat ko'rinishida bu ko'rinishga keladi va bu teng 0 bo'ladi. Bu yerda A minus B ning qavs kvadrati, A minus C ning qavs kvadrati va B minus C ning qavs kvadrati yig'indilar 0 ga teng bo'lib qoladi. Yig'indining kvadrati 0 ga kvadratlar yig'indisi 0 ga teng bo'lishligi uchun har biri 0 ning kvadrati bo'lishi kerak. Ya'ni qavs ichidagilar 0 ga teng bo'lishi kerak. A minus B teng 0 bo'ladigan bo'lsa A teng B, A teng C, B teng C. Demak, A, B, C lar bir-biriga teng bo'lgan sonlar. Quyidagi ifodamizning natijasi nima bo'lishi kerak? Nima bo'ladi? B va C ning o'rniga A ni qo'yib yuboramiz. Shunda A taqsim 2A, A taqsim 2A, A taqsim 2A ko'rinishiga keladi. A lar qisqarib ketadigan bo'lsa, 1 taqsim 2 dan 3 tasi 3 taqsim 2 yoki 1,5 degan natijani hosil qilamiz.